Tak, qarabsizlar endi bizga buni so'rab qoldim, nima uchun ishlatiladi o'zi causative deb puzzling bo'lib qoldi. Yozdim, mana qaranglar, letterlaringizga agar kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, aytsin, misol uchun, sen bitta servis ishlatmoqchisan va o'yinaki bironta appliance'larini o'xshattirmoqchisan dedim. Yo bo'lmasam, bitta servisga xat yoz, letter yozib so'ragan payt sizlar causative ishlatsanglar bo'lagan. I would like to have my fridge fixed with the help of your service bo'lyapti. Ya'ni men o'zimni xolodilnigimni o'xshattirmoqchiman sizni servisingizni yordami bilan. O'zim kelib mana bu narsani fix qilmayman. Men shu narsani qildirmoqchiman, o'xshattirmoqchiman deb gapirish uchun ishlatilar ekan. Bo'lshi. Keyingi sizda present continuousni causative bo'lyapti. Bizga subject plus ms or plus having plus samay qoldi. Sal barda yozamiz. Masalar olamiz. Having something plus verbiage. Misol uchun I'm having my car wash it right now. I'm having my car washed right now. Nima ekan? Men o'zimni mashinamni yuvdiryapman. My carga nisbatan harakatni bajartiryapman. O'zim yuvmayapman, mashinamni yuvdiryapman. Bu narsaga endi sizlarga minus kerak bo'ladigan bo'lsa, tubilarni o'ziga not qo'shasizlar. So'roq kerak bo'lsa, o'rniga saklab chiqarasizlar. Doskaga yozayotgan o'zlari tuz beradi. Mashinamni o'xshattirmayapman deylarmi? I'm not having my car washed right now. So'roq bersanglar, sen yuvdiryapsanmi deylarmi? Are you having your car washed right now? Tushunarlimi? Oson. Endi bizda oxirgisi past simple deb bo'lyapti. Ikkimizda present perfect ham bor narsasidan chiqdi. Past simple bo'ladigan bo'lsa, subject plus had plus something plus verb bo'ladi. Minus kerak bo'lsa sizlarga subject plus didn't have plus something plus verb. So'roq kerak bo'ladigan bo'lsa did o'rniga chiqadi bizga. Did plus subject plus have plus something plus verb bo'lyapti. Ha, bitta gapda avvalida plus minus so'roq o'tkazib chiqadi. Birinchi bo'lib plusga aytsak. Nima deymiz? I had urmayli faqat misol uchun we had our essays checked. We had our essays checked. Nima ekan? Biz o'zimizning essaylarimizni tekshirtirib oldik. O'zimiz tekshirdik. Yo'q, biz tekshirtirib oldik. Misol uchun ba'zi tekshirt. Minus aytilgan bo'lsa, we didn't have our essays checked. So'roq bo'ladigan bo'lsa, did we have our essays checked? Tushunarlimi? Ya'ni biz anamizni, essaylarimizni tekshirtirib olamiz. Yo'q. Endi bizda oxirgisi present perfect bo'lyapti. Tak, bu sizlarga bo'ladi. Subject plus have yoki has plus had plus something plus verb. To'g'ri? Have had something. Xos ko'rasizlar. I have had my homework eaten by my dog twice. I have had my homework eaten by my dog twice. Okay? Men hozirgacha uyga vazifamni kuchugim yeb qo'ydi 2 marta. Kuchugimga yedirdim ma'nosida chiqadi. Ya'ni kuchugim qilish narsani men qilmadim. I have had my homework eaten by my dog twice.
har bitta zamonni o'zini shakllariga chiqyapti. Misol uchun to be plus verb ing bo'lyapti. Vaqtda verb 2 kelyapti. Ba'zida ham xuddi shuni sizlarga have birinchi, orqasida mana bu verb 3larimiz turibdi. Tushunarli? I have had my homework. Ha? Qarang, mana bu verb 3 da bor-ku, ba'zida ham verb 3 bor, ba'zida ham verb 3 bor. Bular o'zi causativni asosiy fe'llari bo'ladi. Tushunyapsiz? Mana bu narsa sizga aytadigan bo'lsak, mana to be plus verb ing. Verb 2 ni o'zi, verb 3 to'g'ri. Verb 2 ni o'zi har bitta zamonni o'zini bildirib turadigan qanaqadir simbol bo'lishi kerak-ku. Ba'zida xuddi shunday present perfect ni ko'rsatib turadigani, have has plus verb 3 borku, o'sha narsa o'tyapti. Have had plus something. Mana bu verb 3 bo'ladigan bo'lsa, bu causativga tegishli verb 3 ekan. Tushunarlimi? Sal chalatadigan, complex structure. O'chirdim.